Akalar qishki sezon ham keldi. Mana xudo xolasa qishki sezonga akalar bunaqangi 3 balonli tritsiklarimiz kelgan. Qo'shimcha bilan ko'rinishlar chotki bo'ladi akalar. И buni o'zini bitta qo'shimcha yopinchoqlari ham bo'ladi. Bu nalichida alohida ham bor akalar. Mana qo'shimcha bilan kim narxi ham juda ham arzon. Narxini akalar oxirida aytib o'taman. Video oxirigacha ko'ringlar. Bu tomonda ko'rinishlari akalar. Ko'rinishi juda ham bagati bo'ladi. Sizning ko'rsatgan bo'ladi aka. Bu har bittasi o'ziniki mana bunaqangi как положено zamogli bo'ladi akalar. Hozir bitta zamog'ini ochib ko'rsatib beramiz aka sizlarga. Klonka qismini ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu tomonda ko'rinishlari. Akalar buni ichiga cho'mchaga akalar mana yog'in sochini o'tolmaydi. Ichi qismi как положено orqalari bilan taylari bilan bekiladi. Tayda bunaqangi o'zini qotirib ketgan joylari bo'ladi. Ya'ni taydan ham cho'mchaga sovuq o'tmaydi. Tablolar fon elektronli bo'ladi. Ko'rinishlar juda ham chiroyli. Akalar dizayn tomonidan juda ham maksimal harakat qilingan, ya'ni chiroyliroq qilib chiqarishga akalar. Orqa tomonda ko'rishingiz mumkin. Qo'yishni chotki bo'lgan akalar, netda hammasi akalar parallel bilan faraqat chiqarildi. Yon tomonda ko'rinishlari. Akalar bu skuterimiz orqasiga 300 kilogacha yuk oladi. Ya'ni buni sidinadan tagiga bu sidina bitta ko'tarilgandagi tagiga qo'shimcha 300 kilogacha yuk yuklasangiz ham bo'ladi akalar. Orqaga maksimal 2 kishi sig'adi, oldiga 1 kishi ketaveradi akalar. Akalar bu skuterimiz yurish masofasiga keladigan bo'lsa, o'rtacha bitta to'liq zaryad bilan 50-55 km masofani bosib o'tishga yetadi. Skuterimizga tezlik keladigan bo'lsa, o'rtacha 50 km/soat tezlikda harakatlanadi. Ya'ni bu ham o'sha shahar ichida sizlarga maksimal qulaylik uchun javob beradi akalar. Bu skuterimizdan akalar 500 O'zbekiston bo'yicha tasdiqqa qilib beramiz. Bu skuterimizdan narxi keladigan bo'lsa akalar $930 dan qilib beriladi. Ya'ni unda ozgina o'tib beradigan joyi bor. Sizlarga buni ustidagi yopinchig'ini o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, uni o'zi ham bizda nalichida bor. To'g'risi uni o'zini alohida chiqaramiz. Ya'ni o'zida endi shunaqa tritsikl bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qishki sezonga tayyorgarlikka xohlasa 500 O'zbekiston uchun ham dastlabki qilib beramiz akalar. Keyin akalar bu skuterimiz va ustida yopinchig'ini xohlasangiz alohida qilib olsangiz ham Rossiyaga ham beramiz. 12 oy 24 oy 36 oygacha beriladi akalar. Bu skuterimiz akalar через operatsiya orqali beriladi. Bu skuterimizdan sanoqli qolgan akalar ulgurib olinglar.